إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muallim Sani negizinde Arab harflarini o'qishni davom etamiz. Endi alhamdulillah bizning finish harflar bo'yicha shulay bit birinchi bo'lak shuning bilan tamom desakda bo'lar. Kelasi ikkinchi bo'lakda endi tajvid qoidalari boshlanadi. Bugun endi biz so'nggi z harfini o'rganishamiz. Biz endi oldagi darsda olganni yaxshilab bit eng birinchi darslarda odatiy bizdagi shekilli z harfini oldagi yana darslarimizni üstdagi shulay bit z harfini oldik saqov. Ham endi zlarning da eng juvoni, eng qolini, eng tozasi va harfi. Va. Üstdagi tishlarimiz tilning bir o'rtaroq yerine tiya. Va. Z'da bitini tishlar tilga timi. Z. Üstdagi tishimiz til ishona tiya. Z. Al va endi tilning ishkerak. O'rtada meni ortiqroq aytdim, meni o'rtaq yerine tiya olmay. Üstdagi tishimiz azrak tilning ishkerak yerine tiya. Va. Qalin etib aytila turgan. Va. Vi ham vu. Demak, yozganda nechga endi mana boshida bo'lay, o'rtasida bo'lay, ham oxirinda bo'lay. Bari tik nuqta bilan. Va, vi, vu. Va, vi, vu. Ayda qariga van. Van предположение. Догадкалар. Зил шауле. Салз, халз, аз, лаз, зафара, назара. Назара, yani qarады. Смотрел. Хазара, замара, залафу, айзаму, назму, залфу, зилфу, хизлу, зульму. Зульм. Татар сөзі шулай бит. Нәрсәлі ол? Көтшірігәлі. Ұзап қариғалы. Зульму. Zulüm. Zulümlük şulay bit. Zulümlük. Zulmu. Zuhru. Salatu zuhr deyler. Şulay bit. Zuhr. İle namaza. Zuhr. Zuhr. İle namazı. Şulay bit. Zuhru. Arap dilinde salatu zuhr. Zuhr namazı. Ba'da zuhr. Namazdansın, ile namazındansın. Azhara, azfara, nazharu, nanzaru, muzhiru, muzlimu, zahara. Zahara yani kurinde. Zahara yani появился. Yazharu, nazara, yanzuru, zalama, zulümlük kıldı. Yazlimu, ul zulümlük kıla. İntazama, yantazimu, ista'zama, yasta'zimu. Hem qarağız, ixtibarlı buluruz, ұқсас harfler. Z bilan butamazqa. Zafaru, zafaru, hazaru, hadaru, zahru, zahru, zaharu, zaharu, azharu, azharu, a'zamu, a'zamu. Hazır indi qarab, aybatlab o'qiymiz. Zazizu, zan, zil, faz, حظ عظ لظ ظفر نظر حضر ضمر ظلف عظم نظم ظلف ظلف حظل ظلم ظهر أظهر أظفر مظهر منظر مظهر مظلم
مظلم ظاهر ظهر يظهر يظهر نظر نظر ينظر ينظر ظلم ظلم يظلم يظلم انتظم انتظم ينتظم ينتظم استعظم استعظم يستعظم يستعظم ذفر ظفر حضر حضر ظهر ظهر زهر ظهر أزهر أظهر أعزم أعظم. Hazır indi bizning odatdagi ishi daftarni olib vo harfini yozib chiqamiz birer yo'l, zini birer yo'l, zuni birer yo'l, ham bitin shusha so'zlar vonni bir yo'l, zilni bir yo'l. Shulay etib bizning alhamdulillah Allohga shukr, Allohning yordami bilan bizning shusha muallim sanining birinchi ulushi tamom harflarni biz o'rganib bitirdik. Kelasi ikkinchi ulushda endi biz tajvid qoidalarini, ya'ni Qur'onni nishik o'qirga kerak shuni o'rganishak biz. Shunga ko'ra bizga hozir shusha harflarni tag'in bir qarab, nig'itib chiqarga kerak bo'lsa endi sizga. Ammo bu bizning yordamgina qarorga, qavatlarga shusha o'qib qarorga kim kerak? O'qituvchi kerak. Ayy. Men endi dars boshida aytganim shulay bit, eng birinchi darslarda o'zlikdangina o'qib bo'lmaydi. O'zlikdan o'quv durust tugul, o'qituvchi, muallim, ustoz kerak. Shunda o'zingizning yaqindagi masjidga, madrasaga borib, ishlarga kerak shusha harflarni o'rganirga bordim. Qaytib tag'in videoni qarab nig'itding, tag'i borib o'qib qarading. Mana shulay aytib turishlik ko'rsatsang, o'rganib bo'ladi. Hozir endi bizga mana tajvid qoidalarini qoriy boshlasangiz bo'laydi. Kelasi videolarda tajvid qoidalarini biz yozdiribmiz, shularni qavatlarga. Alloh taolo bizga barchamizga da shu tirishliklarimizga qarab ajr savoblarini bersin. Har vaqtda da uning qo'shqanlarini o'tab, qilgan gunohlarini yiroq bo'lib, taqvoli, haqiqiy mu'min musulmonlar bo'lib yashab, firdavs jannatlarına kirishga nasib eylesin. Subhanaka va bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk.